Jugolyang shuncha aqlli, iqtidorli odam turib, nemishqa qo'l ostidagi ko'p qism sang'ullar bilan ap o'tolmaydi? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlarni ko'rgan nurg'un do'stlar bilamiz. Uch podshohlikda Jugolyang shundoq iqtidorli va aqlli bo'lsa-mu, qo'l ostidagi sang'un, ya'ni Guanyu, Zhangfei, Wei Yan qatorliq sang'unlar bilan asosan ap o'tolmaydi. Nemishqa bundoq bo'ladi? Amaliyotda Jugolyangninki ish tutish usuli boshqa mushavirlar o'xshamaydi. Ya'ni u plan qilgan ishini azaldan hech kimga demaydi, hech kimga oshkorlamaydi. Faqat ishqi buyurgan vaqtda sen mayaga bor, ma'ni qil, sen bu yerga bor, ani qil deb bütün planni ular tuzib beradi. Ular o'zining nima ish u yerga borganligini, nima ish u ishni bajarganligini asosan bilmayla bordi. Demak, har bir qatimliq shu plan qilish va ishqi buyurishda nihoyat ko'p maxfiyatlik va sirlar uchirilgan bo'ldi. Bu orqali qo'l ostidagi sang'unlarda Jugolyang bo'lgan gumon ko'p bo'lib ketdi. Ya'ni shu ishlardan masala chiqib qoladi. Bizni qanday ish qilib bo'ladigan, bizga zot ishonmaydigan deydigan gumonning ko'payishi dal Jugolyang bilan shu Guanyu, Zhangfei va Wei Yan qatorliq sang'unlarningki o'zaro ishonmaslik va tul ixtilof bo'lib qilish holatini shakllantirdi. Demak, siz agar bir xo'jayin bo'lsangiz, qo'l ostingizdagilarga ish qo'ygan vaqtda amal bor, ishni uchuq deyishni odat qiling. Chunki bu orqali siz qo'l ostingizdagilarning ishonchisiga erisha olasiz. Ham qo'l ostingizdagilarning xotirjam holatda shu ishni yaxshi bajarib kelishiga fursat yaratib bera olasiz degan gap. Agar sizmi bu gaplarimga qo'shilsangiz, ostidagi inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondochilik oid mazmunlarga qiziqsangiz, ayrimxonaga uchur qiling.